Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan bugun investitsion loyihalarda O'zbekiston fond birjasida qimmatli qog'ozlardan qisqa va uzoq muddatli foydalar haqida ma'lumotlar berib o'taman. Uzoq muddatli foyda bu degani siz ma'lum bir vaqtda investitsiya qilishni boshlaysiz, ya'ni qimmatli qog'ozlarni sotib olaverasiz. Uzoqroq muddatlar, iloji bo'lsa kami 5, 10 va 30 yilgacha, 50 yilgacha sotib olaverasiz va keyin уже dividendni o'zi sizga oyligingizda 10 barobar normalniy foyda olib keladi. Dividendni o'zi, ya'ni aksiyalarni sotib olsangiz вообще уже 10 barobar, 20 barobar u aksiyalar ko'tarilib ketgan bo'ladi, undagi aniq. Juda ham samarali, ammo uzoq yil hisoblanadi va qisqa muddatli savdolar orqali daromad olish yo'llari ham bor. Qisqa muddatda ko'proq foyda olish uchun ko'proq sarmoya talab etiladi. Kichik sarmoya, kichik doxod. Katta sarmoya, kichik doxod. Ammo sezilarli doxod. Aytaylik, sizda 100 ming so'm bor. 100 ming so'mning 10% bu 10 ming so'm bo'ladi. Endi buni 1 million so'm bo'ladigan bo'lsa, 100 ming so'm bo'ladi. 10 million so'm bo'ladigan bo'lsa, 1 million, 100 million so'mning 10% 10 million so'mni tashkil etadi. Agar bir oyda normalniy O'zbekiston fond bozorida hozirda 10% topa bilasiz. 10%. Endi sof 10% doxod olish uchun ma'lum bir o'zini harakatlari bor. Bir oyda bemalol foiz topsangiz bo'ladi, 10%lik doxodni topsangiz bo'ladi. Undan ham ko'p. Vaziyatga qarab. Aytaylik, mana hozir sarmoya kiritilgan o'zimda sarmoya kiritilgan 30-28 oralig'ida 30-28. Где-то 4 kun yo'q 4 kun ichida 4 kunda 4% doxod. Yomon emasmi? Bir oyda bemalol 10% dan ziyodroq ko'ndirasiz. Mana hozir o'zimda 4% bo'ladigan bo'lsa, aytaylik, xo'p, sizda 100 million pul bor. Siz broker hisob raqamingizga o'sha aksiya sotib olish uchun to'ldirasiz. Yo'q 1% ketdi. Ronda 100 million so'm siz ronda 100 million kirdi. Siz abrot qilasiz. Savdodan 1% yo'q. 1% soliq undiriladi va pul chiqarayotganda ham 1% ketadi. Mana endi уже siz 3% yo'qotdingiz desak, sizga 13% kerak bo'ladi bir oyda sof 10% daromad olish uchun. 3% olsangiz bu 100 milliondan 13 million atrofi pul bo'ladi. 13 millionni 1 million pul kirgizish uchun ketgan bu savdodan 1 million ketdi. 11 million qoldi, chiqarish uchun 1 million. Sof 10 million bir oyda siz doxod olsangiz bo'ladi. Bu birja orqali, fond birja, Toshkent fond birjasi orqali bemalol bir oyda ishlasa bo'ladi. Buni ko'pchilik qilib yuribdi imijimda, ammo ko'pchilik buni aytmaydi. Xo'p, endi 10 million 10% bir oyda 30 kunda. Siz oddiy pulni 100 millionni bankka qo'ygan holatda eng ko'pi 20%. Xo'p do'stlar, hozir telefonda qoldi. Adashib tushibdi hozir. Qayerda to'xtagan? O'zbekistonda 100 million so'mni uzog'i 20% miqdorda omonatga qo'yishingiz kerak. 20%, undan ko'pi уже pulni sraz olib bo'lmaydi. 1 yil kutish kerak обязательно, или tushadigan foydani ham o'sha qo'yib borish kerak. 23% miqdorda ko'pi bilan bo'lishi mumkin. 23, undan ko'pi yo'q. Biz 18-19 da eng ko'p omonat. Endi tasavvur qilasiz. Bir oyda 10% doxod olib kelyapti sizga. Agar 12 oyda samarali ishlasangiz, aytaylik 12 oy emas, 10 oyda samarali ishladingiz, 10% dan doxod olasiz. Bu 100%. Ya'ni уже pulingiz 2 barobar. 100 millionni siz bir yilda 200 million qilgan hisoblanasiz. Tasavvur qilyapsizmi? Qanaqangi bu ajoyib narsa. Ko'pchilik buni aytmaydi. Bundan ham ko'p ishlaydiganlar, ammo prosta o'rtacha hisobrovda hisoblab berdim o'rtacha. Eng pastligining o'rtachasi. 5% dan ishlasangiz ham oyiga 5 million so'm, 100 million so'mdan 5 million bu normal oylik O'zbekistonda.
o'rtacha oylik hozirda 7 million qilib qo'yishdi. Endi ma'lum bir standartlar bordir. 7 million bo'ladiganlar bordir, ko'proq. Endi o'rtacha oylik emas, lekin qanaqadir hisoblashga o'zingizga bo'ladi. 5 million normal, 5% oyiga ishlaydigan bo'lsangiz. Prosta bitta uzoq muddatli investitsiya yoki qisqa muddatli savdolar orqali doxod olishingiz mumkin. Qisqa muddatli ko'proq doxod olish uchun, ya'ni sizga sezilarli bo'lishi uchun kattaroq investitsiya qilishingiz kerak, oborot bo'lishi kerak. O'sha aytib o'tgandek, bir oyda 10% dan ziyodroq, endi agar 10% rona qilmoqchi bo'lsangiz, sizga 13% ishlashingiz kerak bo'ladi. O'sha rona 13% foyda bilan sotsangiz, 3 million kirdi, 13 millionga sotib olsangiz, sof 13 million turibdi hozir. 113 million. 113 million turibdi. 1% ketdi, pul kiritganingiz uchun 1% ketgan. Savdodan 1% ketgan. Savdo sotib olgan, sotgan paytingizda va chiqarishda 1%. Aytaylik 114 million ishlaydi. Mayda-mayda endi nima joylar bo'lishi mumkin. Momentalni o'sha payt kelganda sotadigan paytda ham ozgina kichik uzilishlar bo'lishi mumkin-da. 14% ishlaydigan bo'lsangiz, oyda sizda 10% rona qoladi. Bu degani bir oyda 10 million so'm degan foydani bemalol chiqarmoqchilik bilan sras kartaga tashlaydi. Bir ish qilaman, tushib keladi, sizlar momentalni o'zim shanbadan jumagacha. Siz bilan nima qiladi? Mana ko'rib turibsizlar, juda foydali ma'lumotlar berib kelyapti. Mana izlasangizlar 100 milliondan 10% 10 milliondan. Endi bu 100 ming so'mdan 10 ming so'm sizga sezilmaydi, bilinmaydi. 1 milliondan 100 ming so'm o'zi uncha sezilmaydi. 10 milliondan 1 million ham normal, yomon emas-da bu. Bir oyda topadigan bo'lsangiz, bu вообще normal 10 milliondan. 10% o'z O'zbekiston standarti bo'yicha bir oyda вообще o'ta zo'rda. Sababi bank omonati 20%. Zo'ra u ham, zo'ra 20%. Tasavvur qilasiz, siz o'sha narsani bankka qo'ymasdan savdo qilib turib, bir oyda topsangiz 10%. Bir yilda 100% 2 barobar degan pul. 10 million 20 million, 100 million 200 million bo'ladi. Hammasi foizlar va ma'lum bir matematik sistemaga bog'liq, ammo shu masalalardan foydalanib bemalol siz normalniy doxod olsangiz bo'ladi bu yo'nalishdan. Normalniy doxod olsangiz bo'ladi. Xo'p do'stlar, bugungi uzoq muddatli va qisqa muddatli sarmoya va foydalar haqidagi ma'lumotlarimiz qisqacha shulardan iborat. Keyinchalik albatta bundan ham to'liqroq ma'lumotlar qilib o'tiladi. O'zbekiston fond birjasida o'sha aytib o'tgandek, buning iloji bor. Juda ham iloji bor. Hozirda investorlar ko'paymoqda. Moliyaviy erkinlikka mana shu yo'ldan chiqishimiz ancha tez va ancha oson va ancha xavfsiz. Endi kimdir fermerlik qilib chorva mollar orqali balki moliyaviy erkinlikka chiqaman deydi, lekin u narsa faqat pulni ushlab turish uchun ko'proq. Bu bergan oziq-ovqat mahsulotlari bilan hisoblasiz kara o'zi to'g'ri kelmaydi. Hozirgi paytda to'g'ri kelmayapti. Ozgina balans berish mumkin, lekin bu faqat pulni ushlab turish uchun. Bu вообще ishlab tashlash uchun oddiy telefondan hech qanaqa strashniy nima talab qilinmaydi. Pul kiritasiz, davlatga o'sha 1% soliq to'laysiz yoki broker boshqaga 1% ketadi. Savdo qilasiz 1% обязательно soliq ketadi. Pul chiqarasiz 1% ketadi. O'sha aytib o'tganimdek 14% lar bir oyda emas 2 oyda ishlaydi. 14% foydada shuni yopasiz. Foyda zo'r bo'ldi. Tasavvur qilasiz. Bankka qo'yadigan bo'lsangiz, bu qanaqa bo'ladi bu? U 20% aytib o'tgan. Eng maksimal normalniy omonat 20%. Siz o'sha narsani yarmini bir oyda ishlayapsiz. 1 yil kutmayapsiz. 1 yil bunga yotadi, u inflyatsiya mavjud. Omonatingiz umuman samarasiz natija beradi. Xo'p do'stlar, videomiz keyinroq tarqalishi uchun albatta like bosib qo'llab qo'ying. Sizga shunaqangi foydali ma'lumotlar qiziq bo'lsa va qanday qilib O'zbekiston fond birjasiga kirish qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizni mana shu YouTube profilimizga o'tasiz. Profilda to'liq
qaysi ilovalar orqali va qanday qilib brokerlik hisobotlarni ochish, pul to'ldirish haqida barcha ma'lumotlar berib o'tilgan. Judayam samarali videolar bor. Kanalimizni ko'ring, videolarimizni ko'ring, layk bosib qo'llab-quvvatlang va bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta obuna bo'lib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi videolarga qadar uchrashguncha xayr.